Isituvga shunaqa chiroyli uyimiz tushgan, fasad qismlariga e'tibor beryapsizmi? Juda ham boshqacha qilib qo'yishganda, narxini aytaman, $480,000 deb aytilyapti. Uyimiz ichida $480,000 ichida mebel, texnika, hamma narsa qoldirib ketiladi. Bu yerda ko'ryapsiz, o'zini barbekue zonasi, bemalol bitta mashina qo'yib qo'yish uchun joy tashlab ketilgan. Joyi qaysi joyda deyapsizmi? Mirzo Ulug'bek tumani, Tsiolkovskiyda eng elitniy mahallalardan biri joyida joylashib ketishgan. Uyimiz shuna kirganinglarda lyustrlarga e'tibor beryapsizmi? Bu hol tizimi bo'ladi. Hollarga e'tibor beringlar. Pardalarga e'tibor qilib qo'yishgan. Uyimiz 3 qavatlamay deb iborat bo'ladi. Podvol qismida spa zonalar ham qilib ketilgan. Turistik hamom deysizmi? Hamma narsa qoldirib ketishgan. Ikkinchi qavatida polnis panellar qoldirib berilgan. Mana bu oshxonasiga e'tibor bersangizchi, eng sevadigan joylarim buni oshxonasi bo'ladi. Ko'rasizmi? Jigarrang rangini boshqacha qilib qo'yishganda, bitta like bosib qo'ying. Inshaalloh hammamizga nasib qilsin, ko'rasizmi? Yaxshiyat qilib qo'ying va bu tomon nima desanglar, bu tomoni bizada zal qismimiz bo'ladi. Mana bu zal qismini qandillariga e'tibor beryapsizmi? Juda ham boshqacha qilib qo'yishgan. Juda ham boshqacha stilda, neoklassik stillarda uyg'unlashtirib ketishgan. Yuringlar, keyingi xonalarga o'tib ketamiz. Bu yerda birinchi qavatimizda, bu yerda ikkinchi qavatimiz bo'lsa, hozir sizlarga birinchi qavatimizni ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda общий sanuzul qismi bitta ko'rsanglar bo'ladi. Общий sanuzul qismlari shunaqa tilla uyg'unlashtirilgan ranglardan biri va bu tomoni bizada rayskiy komnatasi, o'zini mana bu yerda kravatlari joylashtirib qo'yishgan, mebellari, o'zini bu yerda sanuzul qismi va endi sizlarga ikkinchi qavatga sayohat qilamiz. Ikkinchi qavat ko'tarilish qismiga e'tibor beryapsiz. Ikkita qandil qilib chiroyli qilib qo'yishganda bitta like bosib qo'ying. Ya'ni bir yana sizlarga endi master spanisini ko'rsatib o'tamiz. Bu master spanisiga e'tibor bersangizchi, bu yerda o'zini alohida garderob xonasi va mana bu bitta garderob xonasini ko'ryapsiz. Juda ham chiroyli qilib qo'yishgan va bu tomoni endi sanuzul qismi. Shunaqa sanuzul qismlari ham bor, shunaqa chiroyli qilib qo'yishgan. Bitta kommentariyga yozib qoldiring. Sizga yoqqan bo'lsa, kommentariyada oluvchidan bitta bosib yuborsangiz bo'ladi. Bu tomon nima desanglar, bu yerda bizada disk Ispaniyasi o'zini sanuzul qismi va bu tomonni ko'ryapsiz. O'zini sanuzul qismlari qoldirib ketishgan va bu tomoni yana bitta farzandingiz uchun, ya'ni bitta xona qoldirib ketishgan. Buni ham o'zini sanuzul qismlari qoldirib ketgan. Garderob ham tashlab ketishgan. Tepamizda 3 ta spaniya ko'ryapsiz. Endi sizlarga podvol qismiga tushamiz. Podvol qismiga tushganingizda ko'rsangiz, bu yerda ham alohida joy qoldirib ketishgan va bu yerda yuringlar. Mana bu yerda endi sizlarga basseynimiz bo'ladi, ko'ryapsiz. Sauna, bu yerda saunamiz qoldirib ketilgan. Saunalarni ko'ryapsiz, juda ham chiroyli qilib qo'yishgan va o'zini bu yerda sauna uchun alohida suv tashib ketishgan, ko'ryapsiz. Mazza qilishgani. Bitta like bosib qo'ying. Inshaalloh hammamizga nasib qilsin. Past telefon nomerlar qoldirganman. Aloqaga chiqib, o'zingizlarning ko'zingiz bilan ko'rib xarid qilsanglar bo'ladi. Rahmat hammaga.